Navbatda tunulgan o'lima da'vatchi ustozimiz Sharqiy Turkistonliklar Federatsiyasining quruvchi a'zosi, Uyg'ur ilm ma'rifat vakfi raisi, hurmat sadovar Habibullo Hojim Ko'sani ustozni so'zga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda va zakkirhum bi ayyamillah. Allah'ın ulug' kunlari bilan musulmonlarni xotirlab kelin deb Rasululloh xitob qildi. Bizning Sharq Turkiston islom xilofati yiqilgandan keyin tunji qurilgan bir islomiy davlat. Bu Sharq Turkiston bo'lsa bizga Sutq Buraxon bo'g'imizdan omonat qolgan. Devlet atımız Sabit Damollarning qini bilan yug'rilgan nayeti cho'ng bir omonatdir. Sharqiy Turkiston bizning erkinligimizning kapolati bo'lsa, Sharqiy Turkistonni mustaqillik qilish uchun kurash qilish jannatning yo'lidir. Allah subhanahu va taolo mushtoron kelgan barliq qarindoshlarimizni ta adaqcha shu tajovuzchi kafirlarning Sharqiy Turkistondagi eng oxirgi qari Xitoy chekatchilik kurash qilishni nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo ya bu yo'lda g'ozi bo'g'li, ya mush yo'ldan chatnab ketmay, jiroqlab ketmay, Allohning oldiga shahid bo'lishni nasib qilsin. Hammanglarning davlat quruli muborak bo'lsin. Davlat ustozimiz Habibullo Ko'sani ustozdan Alloh rozi bo'lsin.